Agar siz tinch, shinam va tayyor dam olish maskanini qidirayotgan bo'lsangiz, hozir ko'rayotgan joyingiz siz uchun eng yaxshi variant bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, shahar shovqinidan biroz uzoqda, tabiat bag'rida dam olish uchun o'zingizga tegishli shinam hovli bo'lsa. Bu dam olish maskani aynan shunday imkoniyatni taqdim etadi. Ushbu hovli umumiy 6 sotix maydonda joylashgan. Hududi keng, tartibli va dam olish uchun juda qulay qilib tashkil qilingan. Hovli pishig'ishdan mustahkam va sifatli qilib qurilgan. Bu esa uy uzoq yillar davomida xizmat qilishni anglatadi. Kommunikatsiyalar, svet va suv bor, ya'ni yashash yoki dam olish uchun barcha sharoitlari tayyor. Hovliga kirganingizda ko'zingizga birinchi bo'lib tashlanadigan narsa toza va tartibli muhit. Atrofida ekilgan daraxtlar, yashil hudud va ochiq maydon dam olish uchun juda yoqimli atmosferani yaratadi. Bu joyni oila bilan dam olish, do'stlar bilan vaqt o'tkazish yoki shunchaki tinchlikda hordiq chiqarish uchun bemalol ishlatish mumkin. Agar siz uzoqdan mehmon kutmoqchi bo'lsangiz yoki dam olish uchun kunlarni maroqli o'tkazishni istasangiz, bu dam olish maskani shunday imkoniyatni sizga beradi. Va yana eng muhimi, bu joy tayyor holatda, qo'shimcha katta xarajatlarsiz foydalanishingiz mumkin. Narxini esa $96,000 deyishyapti va yana ozgina kelishiladigan joylar ham bor ekan. Egalarning raqamlari shundoqqina ekraningizda, bemalol qo'ng'iroq qilib kelib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shoshiling, chunki bunday joylar tez sotilib ketadi. Bizga obuna bo'lish esa esingizdan chiqmasin.